Mana bugungi operatsiyalarni tugatib oldik. Ertalab operatsiya bo'lgan bemorimizdan xabar olish uchun xonalariga kiramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Zo'r. Yaxshimisiz? Tuzingmisiz? Ha. Bemorimiz Qozog'iston Respublikasidan bizga murojaat qilishgan, ya'ni ota-onalarning shikoyatlaridan og'zini ochib uxlaydi, xurrak o'tadi, ya'ni xirillab nafas oladi. Ko'rganimizda 13 yosh bo'lishlariga qaramasdan adenoid bezlari juda ham kattalashib ketgan edi. Operatsiya qilib adenoid bezlarini olib tashladik, nafas olishlarini tikladik va o'zlaridan so'raymiz. Operatsiya paytida nimandir og'riqlarni sezdingizmi yo noqulayliklarni sezdingizmi? Tush ko'rib yotdim. Tush ko'rib yotdingizmi? Operatsiyadan keyingi holatingiz qanaqa bo'ldi? Og'riqlar bo'ldimi? Qanaqa bo'ldi? Og'zimga trubочка tuqqanida shunda bildim. Bildingiz, ha? Undan keyin og'riqlar bo'lmadi, bosh aylanishlar bo'lmadi, shikoyatlar yo'q. Bemorimizga bugunning o'zida javob beramiz. Inshaalloh bugundan boshlab nafas olishlari zo'r bo'lib ketadi.